Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining yashadiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga yakshanba 30-noyabr Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Lacetti'lardan syomka qilganmiz. 1.8, 1.6 mexanika avtomat har xil ranglardan bor. Tayyor jentra qilinganlari ham chiqqan, juda ham ko'p bo'ldi jentra qilinganlari, video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar kommentariyaga ili bilan nomini yozib qoldiringlar. Like bosib, obuna bo'lib, yaxshi fikrlar yozib bizni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga kattakon rahmat. Xudo xohlasa, zo'r manfaatli, foydali videolar olishda davom etamiz. Hammaga omad. Video roligimizni boshladik. Xo'p, Lacetti'ni tozasidan boshladik mana. 2012 yurgani ham yiliga nisbatan ancha oz. 112 ming kilometr bosib o'tgan, metan gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari bor. Xo'p, motor ходовой korobkalari? Yo'q, xudo xolasa yaxshi. Mana xudo xohlasa yaxshi. Bu ikkinchi paysi ham bir diskga qo'yilganmi? Shunaqa bo'lsa keyin endi hozir rolidan bilib qo'yaman men. Birinchi paysi ham diskasi bo'lmaydi-da, shunday. Diska bo'lgan. Yo'q, bir ekan. Xo'p, magnitofoni pionermikan? Pioner magnitofon qo'yilgan ekan. Endi buni aytganim sababi magnitofon ham o'zi original bo'lsa, normal summa turadi. Xo'p, 2012 bo'ldi hozir aka. 2012 112 mi yurgan. Xo'p, kraskasi? Kraska aka tozaga olingan. Xo'p. Bitta karnizda заводской petnosi bor dedi. O'zi kech payt oldik. Lekin detallari 100% toza. Lekin toza. Tozaga baraka bo'ladi. Tozaga baraka bo'lgan. Biz ham tozaga sotamiz. Yurgani 112 mi o'ziniki. 12-yil mashina. Birinchi paytda Lacetti. Xo'p. Nech pul endi yaqinroq? Yozilgandan ham arzonroq ekan. Aka 7 ni tepasida beraman. Beradigan. Bo'ldi. Lekin 7,5 ming mana ko'rsatib qo'yib yozilgan. 7 ni tepasiga yurganga bo'laveradi. Buni ham shu gapni 1-2 ming yetmay qolsa, hozirroq yetmay qoladigan holat bo'lsa, kelishilib beriladi. Bo'ldi. Nomeringiz? 99 604 1091. 1091. Bir narsani eslatib o'taman azizlar, biz chiqarayotgan syomkadagi mashinalar 90% Devudo mashinasi bo'lsa barterga olib qolinaveradi. Qo'ng'iroq qilib mashina bo'lsa, shunaqa mashina bor deb aytib ko'raverasizlar. 2012 112 ming yurgan, bitta karnizda заводской petnosi bor ekan, 7000 dan ustiga yurganga beriladi mashina. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2013 navbatdagisi oppoq rangidan. Yurgani 630 ming dedingiz-a? 2013 630 ming yurgan. Nechinchi paysi? Bir konditsioner. Birinchi paysi konditsioner ABS'lari bor. O'zi birinchi paysini ham bilasizlar, Lacetti'da hamma narsasi bo'ladi deyarli. Eng muhimi aka hozir motor ходовой korobkasi. Motor korobkalar zo'r deyapsiz. Salon holatlari mana birinchi paysida. Ichki holatlarni ko'ringlar. Monitor qo'yilgan. Endi Lacetti'da ham qo'ldan kelgancha syomka qilyapmiz borini bozorda. Yurgani kamini ham ko'ryapsizlar, ko'pini ham ko'ryapsizlar. 100 talik temir metan gaz o'rnatilgan avtomobilga pol holatlari shumka. 630 ming yurgan 2013. Kraska qanaqa bunda aka? Kraskasi 20-25% bor. Uslitlari yechilmaganmi? Oldi orqa toza. Petnosi ham ko'rinib turibdi. Oldida petnosi bor. Xo'p, narxi nech pul qilib berasiz? Narxini 5600 ga beraveramiz. 5600 Generalni ichidan. Bo'ldi. Generalni o'zingizdan qilib beraverasiz. Ha, shuncha qilib beraman. Xo'p, variantga bermaysizmi? Yo'q. Naqd pulga? Naqd pulga yoki bank orqali bo'lsa 2300 2,5 ming atrofida pul bo'lsa nomiga o'tkazib Sizga naqd pul qilib berish kerak. Nomeringiz? 94 564 7707 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar Farruh bey akamizga. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2013 navbatdagisi. Xo'p, mexanika ishqibozlari uchun 340 ming yurgan mashina, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Bu metanmi, propanmi? Propan ekan. Xo'p, salon holatlari. Ikkinchi paysi? Ikkinchi. Gazi tabletkan? Tabletka. 340 ming yurgan 2013. Ikkinchi paysi 1.8. 6200 kami bor. Kraskasi-chi? Kraska orqa eshik, oldi eshik moldin taya, orqa qanot chiziq pastida. Xo'p, 3 ta joyda kraskasi bor. Gench xo'ram generalni dedingiz? Nech pul dedingiz? 6200 6200 ozgina kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi buni? Yo'q.
Xo'p, naqd pulga sotilar ekan, ozmoz yetmay qolgan summasi bo'lsa 1-2 oyga variant hisobida qilib berilar ekan. Nomeringiz 91 91 477 40 4006 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p, tayyor jentra qilingan Lacetti so'raganlarga 2013 navbatdagi Lacetti'miz 1.6 3-paysi avtomat. Yurgani qancha? 344 ming yurgan. Motorni o'zinglar ishlayapti. 4-paketli metan gazi bor, ABS konditsionerlar bor, Amerikaga qo'yilgan. Jentra diskasini qo'yilgan, yumshoq balon. Salon holatlari. Mers rul yurgani ko'rsatib berishga harakat qilamiz. 344 ming yurgan avtomat korobka, lyuklari ishlab turibdi. Gazlari mana metan. Qo'llari zavod holatda. 344 ming yurgan 2013 1.6. Hamma o'qilingan aka. Kraskasi qanaqa endi? Kraskasi toza aka. Tozaga jentra qilingan. Faqat haligi oldi jentra qilingan uchun shu detallarni o'zgartirish kiritilgan. Hamma yo'q toza. Necha pul endi puli yaqinroq? Puli qadalgani 6600 aka. 6600 bo'ladigan. Ayticha haligi dokumentiga yetmay qolgan yerga tushib beraveramiz aka. Haligi Hujjatlari-chi? Hujjatlari joyida aka. Generalniy domenni beraverasizlar? Bermaymiz. Nomga tuzish shart. O nomer shu yozib qo'ydik. Telefon nomer mana shu yerga o'ziga yozib qo'ydik. 94 611 01 17 94 611 01 17 aloqaga chiqarasizlar. 2013 344 ming yurgan 1.6 3-paysi avtomat korobka. 2012 navbatdagi Lacetti'miz 3-paysi 3-paysida 2012 oxiri ekan 1.6 ABS konditsioner 4-paketli gazlari bor. Bu propanmi, metanmi? Motor ходовой korobkalar yaxshi moshdan aka? Mashina tamam. Mers rul, monitor, mejigal, video registrator. bu Yurgani qanchaga? 227 mingmi? 220 dedim. Bitta detalida bor, bitta detali yarim. Bo'ldi. Propan gaz 227 ming yurgan 2012 1.6 kraskasi qanaqa aka? Kraskasi bitta orqa eshikda, bitta kirilada yarim. Bo'ldi, bitta detal to'la, bitta yarim. Necha pul endi yaqinroq aka? Puli. Shitir bo'lsa 6,5 ozmi? 6,5 mingdan ozgina o'tib beradi naqd pulga. Hujjatlari-chi? Xohlaganda. Bu variantga bermaysizmi? 5 ming pul o'tib varanda. Yetmay qolgan summasi bo'lsa kelishtiradi. Nomeringiz 93 289 88 77 bozoringiz bersin aka. Xo'p, sog' bo'ling. Aloqaga chiqarasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. Avtomat korobka bunisi 2010. Qancha yurdi aka? 324 ming yurgan. 324 ming yurgan. Avtomat korobka, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor rasvod qilmaydimi? Motorlari bo'lgan. Bitta ko'rsatib qo'yinglar aka, tablosi. Video registrator qo'yilgan. Lyuklari bor. Gazi 100 tali temir. Qo'llari zavod holatda. 2010 324 ming yurgan. Kraska bitta oldi krilo betida bor, bitta petno bor, krilo. Keyin sapochok. 3 ta petno. Bitta petno, bitta detal. Aha, 2 ta petno, bitta detal. Nech pul narxi? Buni 6 ming deb beraman. 6 ming kami bor. Savdo qilmadingiz bunga aka? Yo'q, bugun bozori bo'lmadi aka bular. Xo'p, hujjatlari qanaqa bo'ladi? Bo'ladi aka, bu dokument. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Egalarini ko'rganmiz, taniymiz, yilgacha bilamiz. Bo'ldi. Mashinaga barter bor. Bor. Ozmoz pul yetmay qolsa o'zinglar bilan kelishgan bo'ladi. Kelishamiz. Nomeringiz 93 93 478 478 0550. 0550 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2013 navbatdagi Lacetti 1.8imiz birinchi pozitsiyada. Xo'p, yurgani qancha? 88 ming. Yurgani ozidanmi? Qo'yaveravering aka. Yurgani ozidan ekan, 88 ming yurgan, ABS konditsioner. Metanmi, pakelini? Propan. Pakelini 4-pakelini.
Yurgani ozidan so'raganlarga aytizlar. Tozadir bu. Sapacho'ga o'zinglar bilasizlar, hech qanaqa kaltay bo'lib emas. Endi aksariyat shu o'zini zanglaganiga sep qo'yiladi. Lasetti'ni hali kasali desak ham bo'laveradi. Lasetti ishqibozlar yaxshi bilishadi buni. Prepar tabletka. 88 ming yurgan 2013. Kraska toza, Sapacho'gida bor endi. Xo'p, eng qizig'i nech pul qilib beramiz buni aka? 78 dan tushib beramiz aka. 7800 dollardan tushib beriladi. 7300 dollargacha pul ko'ribdi. Ozmoz qo'ysa beramizmi, xudo xolasa aka? Hujjatini qanaqa berasiz? Nomga o'tkazib olish sharti bilan. O'zi aslida har bitta mashinani nomingizga o'tkazib olsanglar, 100% o'zingizlar nomingizda bo'lgani har tomonlama ma'qullaysizlar. Endi iloji yo'q bo'lsa keyin qilib olasizlar. Bu mashina lekin nomiga o'tkazib olish sharti bilan xohlagan ustasiga ko'rsatib, notariusga pul beraveradi. Motori, kuzovi, hadoyi, xohlagan ustasiga ko'rsatib, mashina yoqsa buni sanaydi. Xo'p, aka naqqa sotasiz, ha? Bo'ldi, nomeringiz 94 94 814 814 27 27 27. 27 raqamga murojaat qilasizlar. Lasetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011 navbatdagisi. Buni yurgani qancha aka? 600 ming. 1.8 ABS konditsionerlari bor. 600 ming yurgan motor asotmaydimi? Hadovoy korobkachi. Go'zal. Salon holatlarini ko'ringlar mana. Yaxshi holatda. 600 ming yurgan mashina ekan bizda. Yuztalik metan gazlari bor, qo'llari zavod holatda. 2011 600 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Ikkita orqa eshigi moldini pastida bor. Ikkita orqa eshikda moldini pastida bor. Bo'ldi. Narxi nechi pul? Buni aka obunalaringiz 6000 dan yetib beramiz. 6000 dollardan kamini qilib beriladi. Bermaganingiz bo'lmadimi buni aka? Yo'q, buni savdosi bo'lmadi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Любой dokumenti bo'ladi, Xohlagan egasi hujjati bo'ladi. Andijonlik, Bo'stonda. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 93 93 478 478 05 50. Variantga berdingizmi? yo'q, varianti yo'q. Moshinaga barter bor. Bor, 2010 tepasiga. 2010 tepasi bo'lsa, kelishli holat topib qolmaydi. Xo'p, azizlar, navbatdagi Lasetti'miz ham tayyor Gentra qilingan, faqat bunisi 1.6 motor bosilgani. Gentrani diskasigacha qo'yilgan, amerikankalar qo'yilgan. Yurgani qancha? Yurgani oz ekana buni. Yurgani 238 Nisbatan. yurgan. 238 ming yurgan, 1.6 motor bosilgan, ABS konditsionerlari bor. Hujjatlari ham bor. Hujjatlari ham qilib qo'yilgan. O'zingizlar bilasizlar, motor almashtirgandan keyin hujjat qilish kerak. Hujjatlari qilingan, amerikanka qo'yilgan. Avtomat korobka. Ha, avtomatmi bu? Bu avtomatdan bosilgan ekanda? Yo'q, bular yevro. Yevromi? Ha, yevro varianti demak. Avtomatlari ham o'tkazilmaydi, korobkalari. Bemalol tekshirib olib, minib ko'rib, olaveradi. 100 talik temir metan gaz, pollari shunga qilingan. 12 dedingiz, ha? 2012. 2012 230 8000 yurgan. 238 ming yurgan 2012. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor, oldi orqa butun suvaylari butun buni ham. Bo'ldi. Nech pul qilib berasiz buni aka? Buni oxiri 5800 ga beramiz. 5800 dollarga beriladi. Hujjatlar xohlagani bo'laveradi. Olgan hujjati bo'ladi. Variantga Keyin chiqmaydi. beraveramiz. Chiroyli aksiya. Generalniy davengiz chiqaveradi. Variantga beramiz dedingiz. Variantga kredit qilib oladi. Bo'laveradi. Sizlarga naqd pul qilib berish kerak. Nomeringiz 50lik 50 kodi bilan 073 073 1100. 1100 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Puli yengilroqdan davom etamiz. 2008 pulini yengilroq qilib beramiz deyapti, xudo xohlasa akalarimiz. Bu 1.6. Xo'p, konditsioneri bor varianti. Metan gazlari bor. Buni yurgani qancha aka? 527 ming. Yengilroq beramiz, ha? Koreyskiy ham bu? Koreyskiy. Xo'p. Gazlari temir, ha? 2008 527 ming yurgan dedingizmi? Kraskasi qanaqa? Kraskasi qanaqa ekanmi uni? 30-40% bor. Suvagi butunmi? Necha foiz? Tompasi? Assalomu alaykum. Tompasiga baraka bo'laveradi. Suvagi butunmi? Necha pul qilib berasizlar endi buni aka?
4000 ozgina o'tib beramiz. 4000 dollardan o'tib beriladi Lacetti 600'lar. Faqat naqqa. Faqat naqd. Hujjat qanaqa bo'ladi? Qolgan hujjati bo'ladi. Bo'ldi, nomeringlar. 90'lik, 90lik 211, 211 49, 44. 49-44 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Xo'p, azizlar, yana bitta mana adashmasam bugun 4-sini qo'yapmiz. Tayyor, jentra qilingan Lacetti 8. 2012 ha bu? 2010. Ha, 2010 bunisi. 2010 8. Ikkinchi paysi Ha, ikkinchi paytsa. 630 ming yuribdi, Amerikanga qo'yilgan. Motorasi o'tmaydimi? Yo'q, yo'q, qilmaydi. Motorasi o'tmaydi. Salon holatlari. Monitor qo'yilgan, kovri bor, linoleum qilingan. Nexian bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p. Bo'ldi, o'taman, xo'p. 100 talik temir metan gaz pollari zavod holatda. 2010 630 ming yurgan tayyor jentra qilingan. Kraskasi Kraskasi 30-40% bor buniki. 30-40% bor. Old orqa butun, sverlari butun. Hujjatlari keng bo'laveradi. Bo'laveradi. Narxi necha pul qilib berasiz bunisini aka? Narxini 5,5 mingga beramiz. 5,5 ming dollarga qilib beriladi. Xo'p, variantga berilmayotgan mashina naqd pulga sotilar ekan. Variantga ham kelishaveramiz. Bunisi variantga 3000 kelishadi. puli bo'lsa 3000 dollar puli borga kelishadi. Nomeringiz 50 50 kodi bilan 073 073 1100. 1100 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, azizlar, puli yengilroq tayyor jentra qilingan Lacetti 8 so'raganlarga yili necha buni? 2009. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 8imiz puli yengilidan haqiqatdan yurgani ma'lummi? 500 ming yurgan. Motor korobkalari zo'r. Xo'p, ABS konditsionerlari bor. Motor korobkalari zo'r deb aytilyapti. Xo'p. Rasvod qilmaydi-a mashina? Yaxshi. Salon holatlari bar qo'yilgan. Bu ikkinchi paysi ekan-a? Ikkinchi paytsa Malibu barlari bor. Malibu barlari bor. Oddiydan ekan, lekin bar qo'yib qo'yilgan. Gazi temirmi buni? 100 talik temir metan gazi bor. Tayyor jentra qilingan Lacetti 8 2009 500 ming yurgan ikkinchi paysi. Kraskasi qanaqa endi bu? Kraskasi 30-40% bor. 30-40% bor. Betlarida old orqa butunlik ekan. Xo'p. Suvagi butunmi? Suvagi butun. Necha pul qilib berasiz endi aka? Oxiri 4800 ga bo'lsa beramiz. 4800 dollarga. Xo'p. O'rtacha hisobda endi Sparklarning puli bo'lyapti. Agar hisobingizda chiqib qoladigan bo'lsa, endi har bitta mashina o'z puliga yarasha bir qator kelib ko'rib, tekshirib olib, notariusda pulni beraverasizlar. Hujjatlari generalniy davenist bo'ladi. Xo'p, variantga bermaysizlarmi? Yo'q, naqd pulga Naqd beramiz pulga. endi chip-chip. Arzonroq beryapsizlar. Nomeringiz 50 50 kodi bilan 073 073 1100. 1100 raqamiga murojaat qilasizlar.